Hammaga salom, sizlar bilan Qishloqi. Va bugun biz Tanzimatni urinsiz o'tishda davom etamiz. Kuchaytirishsiz va hamma raqibni o'ldirib. Mayli, boshladik. Tak, ko'raylikchi. Syujet bo'yicha bular juda yaxshi odam emas ekan. Onunga qarasak, ular aholisini yomon ko'radigan ekan. Biz esa adolat kurashchisimiz menimcha. Shunaqa tushundim men shaxsan. Nukuch menga olsan. Va agar ko'rayotgan bo'lsa shu videoni, если ты смотришь это видео, thank you. По сравнению с тебя. Qanday tekkizda hozir toshni tagidan ham otishni biladi deng. Mayli. Jonim ketgan joyga kelgandan keyin qo'yaman. Do'stlar, bitta prikol aytaymi? Mana shu yashin zonani o'tganim yozib olinmabdi. Jonim ketmasdan o'tdim. Mayli. Uni prosta qolganini o'tamiz. Bo'ldi. Keyingi joyga. Va mana haqiqiy arena. Strategik muhim joyga turgan holda sop boshlaymiz. Kim oldimga kelsa o'shanga solaman mashalasiga. Faqat mana uni tushishini kutamizda qaytib tushamiz. Turamiz. Kerakli joyiga. Mana bunday uramizda, tepamizda sop. Arenani o'tamiz. Tak. Keyingi joy. Bu yerda yashirin zona yo'q. Ovora bo'lmanglar. Keyingi yashirin zona yaqin orada bo'lmaydi. Va mana birinchi checkpoint. Keyingi zonani ko'rdik. Cho'milibki. Конечно, ichidan pichoqcha chiqmaydi, lekin endi qaranglar nima bor menda. Avtomat bor, avtomat. Ay. Mayli, boyagi joyga yetib borganimdan keyin videoni ulayman. Shu yerdaman. Endi bularni yo'qotish qoldi. Bitta Apache'ni. Chiq. Hey. Mazza qildingmi? Senchi. Nima pastayan. Oxirgisi qoldi. Mana shundan keyin checkpoint bo'lsa kerak. Сразу 3 ta sapal nito chiqarmadilaringmi? 3 ta chiqarib borib. Hammasi suvga tushdimi yo bittasi tirik qoldim? Bo'ldi. Va mana keyingi checkpoint. Dalishi nima ekan? Просто platformalar.
Tepada arena, tepada yashirin zona bor, lekin kerak emas. Adashib o'tib bordim. Tepadan tepaga chiqaveramiz. Ko'rinmas. Shu joyga kelganimdan keyin yana qo'shaman. Mana yana men shu yerdaman. Endi prosta solamiz hammasiga. Haydi chiqqan. O'zingcha orqadan o'tishdi bilasan faqat. Biram adin chiqishga bora olmaydi hech qaysi. Chiqsang adin chiq. Sal qoldi. Bir dumalab kechi. Dedi. Sal qoldi ya. Yurmayapti. Hozir bosdim, yurmay qoldi. Ko'rdilaring? Mushtosh. Kuchaytirilgan qalqon. Ay, nima yurmayapti? Texnik nosozlik. Ular короче babshi ishlamay qoldi telefonim. Qaytadan boshlab ulayman. Va mana yana shu yerdaman. Boshqa unaqa qotishlar bo'lmaydi degan umiddaman. Solamiz, sakraymiz, orqasidan uramiz. Solamiz, sakraymiz, orqasidan uramiz. Shu taktika bo'yicha urish kerak. 500 ta raqib o'ldiribman. Mayli, keyingi checkpoint. Va eng asab joyiga keldik. Kon. Aytgancha avtomatlarni aynan shu yerga yig'gandim. Endi orqaga qaytib mana yoqqa boramiz. Pichoqchalarni olish uchun demoqchi edim. Ikkita raqib plus chiqdi. Ha, o'lmana. Mana yana men shu yerdaman. Raqib qayerga ketdi desangiz, ana pastda turibdi. Endi oldiga qanday tushdim? Epladim. Shumilibki. Simhan. Viking arena. Birinchi men o'taman orqaga. Ay, qo'rqoq. Oxirgi raqib qoldi. Ranga alohida mushtum tayyor. Va kondan chiqamiz. Keyingi checkpoint. Bu checkpointdan keyin mana yoqda bir ikkita raqib bor. Bu yoqqa o'tamizda, sirazi qaytamiz orqaga.
bo'ldi. Masalasi hal. Endi prosta dalish davom etamiz va bo'ldi. Soqqan xudoim. Aytgancha nima bor ekan magazinda? Albatta faqat reklama evaziga. Tanzimanni reklamaga to'ydirib tashlabdi. Aytgancha yashirin zonaga tushamiz. Bu yerda kutib qopti meni ko'pchilik ham. Kutib turdik. Bitta joyda turmaslik kerak bu yerga. Shu qoidani unutmanglar. Bitta joyda tursang boshqaga oson mo'ljal bo'lasan boshqa uchun. O'shancha nayzalar so'raganlar xalaqit bermaydi. Birinchisini mana bunday qilamiz. O'zi. Sal qoldi. Tepib qolishgan ekan. Nega pichoqchi emas? Bo'ldi. Va bo'ldi. Bosqich tugadi. Nushtosh. Sizlar bilan qishloq edi. Hammaga xayr. Like va bunani unutmaymiz. Keyingi ko'rishguncha. Mana statistikalarga qarab qo'yinglar. Umuman jonim ketmagani va vragi degan joyda 70 tadan 70 tasini o'ldirganim. Shuning uchun hech qancha g'irrom ketmadi.